Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birga sayohat qiladigan universitetimiz Xongik universiteti. Ushbu universitet san'at, dizayn yo'nalishlari bo'yicha juda ham mashhur hisoblanadi. Birgalikda aylanib chiqamiz. Yana bir e'tiborga olish kerak bo'lgan tomoni, joylashuv jihatdan juda ham qulay joylashgan. O'tgan safar borgan universitetimiz Sogang universitetiga juda ham yaqin, shahar markazida va juda ham mashhur bo'lgan Hongdae Streetga yaqin joylashgan. O'sha Hongdae degani ham Xongik universitetining qisqartmasi, ya'ni Xongikdan Hong Tehakko universitetdan D olingan, ya'ni Hongdae. Hozir universitetni birgalikda ko'rib chiqamiz. Universitet kartada juda ham ixchamgina ko'rindi, lekin kirishdan o'zi bilinyapti. Anchagina zamonaviy universitet. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu bino nimaligini bilmadim, lekin internetdan universitet nomini qidirsangiz birinchi shu bino chiqib keladi. Juda ham baland. Kirib ko'ramiz bu yerga. Va bu yerda kirish bilan universitetning xaritasi joylashgan. Biz xuddi shu yerdamiz. Ikkinchi bino Hongmun Hall ekan, ikkinchi bino. Aynan shu yuqorida turgan zdaniya. Universitet ko'rinishdan unchalik ham katta emas. Sekin aylanishni boshlasak bo'ladi. Bo'lmasam birinchi aynan shu yuqorida turgan zdaniyaga kirishdan boshlaymiz. Bino ichida kafe va kutubxona bor ekan, birinchi qavatda. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Namun kafe, anchagina mashhur kafe, biz universitetda ham bor. Ichkarida kutubxonaga ulanib ketgan. Bu yerda dars qilish mumkin. Bu yerda proyektor tushirib qo'yishibdi. Bilmadim nima ko'rsatishadi. Shundan tushib turibdi. Bu yerda Hangaram, qaniydir do'kon bor ekan, suvenirlar. Ancha kattaga o'xshayapti, chunki Art Town deb yozishgan, ichida bor brendlar yozib qo'yishgan. Menimcha anchagina mashhur joyga o'xshayapti. Xuddi shu bir xil zdaniyani ikkinchi qavati. Administratsiya joylashgan ekan bu yerda, turli kreativniy zonalar. Bu yerdan universitetga chiqib ketsa bo'lar ekan ikkinchi qavatdan. Bu yerda stadion ko'rinib turibdi. Universitet hududi boshlangan. Lekin men mana shu yuqoriga chiqib ko'rishim kerak. Shuning uchun zinadan chiqishda davom etamiz. Keyingi qavat ham xuddi shunday. Do'konlar, kafelar va kreativniy zonalar bor. Bu yerda muzey ham bor ekan, lekin muzey ichida ishlashyapti. Yangi rasmlarni yopishtirishyapti, shuning uchun muzey yopiq. Lekin zo'r. Muzey bu yerda. Mana yopiq turibdi, lekin narigi tomondan ko'rinyapti, o'sha ichkarida ishlashyapti. Juda ham ajoyib. Mana qo'yib 5-qavatga chiqdim. O'rtadagi yo'lak aynan 5-qavatda joylashgan ekan. Kelsanglar to'g'ri 5 ga chiqsanglar bo'ladi. Bu yerda asosan darsxonalari. O'rtadan yurib ko'ramiz, lekin faqat xonalar. Hozir o'sha o'rtadagi ajragan binoning ustidaman. Faqat xonalar. Bu yerda ochiq xonalar ham bor ekan. Buni ko'ramiz. Standart xona. Ixchamgina. Juda ham ixchamgina standart xona. Eng yuqori qavatga chiqdim. Bu yerda ham shu bir xil darsxonalar, turli resurs centerlar. Mana eng yuqori qavat. Endi boshqa binolarga kirib davom etamiz. Bu yerda asosan shu darsxonalar joylashgan ekan. Ko'rishimiz mumkin, Han Riverga yaqinmiz, ko'rinib turibdi. Bu yerda universitetning stadioni. Ana endi boshqa binolarga kirib davom etsak bo'ladi. Stadionni ko'rishimiz mumkin, anchagina katta.
Universitet yuqoriga qarab davom etadi. Bu yoqda ham yo'l bor ekan. Ha, yuqorida ham binolar joylashgan. Sekin-sekin kirishga davom etamiz. Universitetda turli qiziq narsalarni ko'rish mumkin. Bu yoqda bino oldida haykallar qo'yilgan. E'tibor bering. Hammasi o'ziga xos. Har xil shaklda. Ajoyib. Tabiatiga gap yo'q. Hamma yoqda daraxt. Binoga e'tibor beramiz. Arxitektura yo'nalishi juda ham boshqacha dizayn qilingan. Yon atrofdagi binolardan ko'ra farqli. Lekin tabiatiga gap bo'lishi mumkin emas. Daraxtlar bilan o'ralgan. Wow. Hozirgi arxitektura kolleji ichidaman. Bu yoqda namunalarni ko'rishimiz mumkin. Juda ham ajoyib. Bu yoqda nima bo'lishi kerakligi. Bu yasalgan model. Bu bo'lsa o'zi bo'lishi kerak bo'lgan natija. Bu dizaynga e'tibor bering. Bu bo'lsa model. Juda ham ajoyib. Arxitektura yo'nalishida o'qimoqchi bo'lsangiz, juda ham yaxshi variant. Bu yerda ham nimadir yasalgan. Har xil namunalar. Yana boshqa namunalar. Bular menimcha joylashtirishga tayyorlanayotgan namunalar. Lekin juda ham ajoyib. Arxitektura yo'nalishi anchagina kuchli. Bu maketlarni qarang. Bu esa Legodan yasalgan model. Hozirgi arxitektura zdaniyaning 4-qavatiga chiqdim va bu yoqdan orqa tomonda o'sha ko'chaga yo'l bor ekan. Chizilgan rasmlarni qarang. Juda ham ajoyib. Men alohida bino bo'lsa kerak desam, o'sha ko'chaga yo'l bor bu yerdan. Bu yoqdagi binoni qarang. Ajoyib. Hozirgi ochiq terrasaga chiqdim. Biz ko'rgan rasmlar hozir ko'rsataman. Shuni orqasida, shuni ichida chizilgan. Mana orqa tomonda ekan. U yoqdan kirish kerak xullas. Ko'rdik-ku rasmlarni. Shu yerda chizilgan. Bu yoqda bo'lsa boshqa kampusga ulanib ketyapti. Yuqoriga ham yo'l bor. Yuqoriga ham chiqib ketsa bo'ladi, yana boshqa kampuslarga. Qarang, kampuslar bir-biriga juda ham ajoyib ulangan. Yuqorida yana yo'l turibdi. Kampuslar bir-biriga ulanib ketgan. Zo'r. Bu yoq ham ulangan. Hammasi deyarli bir-biriga ulanib ketgan. Anchagina zich joylashgan universitet. Skameykani qarang. Bu yerda ham arxitektura bilinib turibdi. Qaniydir shaklmi endi bu? Bu zdaniya markaziy kutubxona ekan. Boyagi arxitekturni zdaniyaga ulanib ketgan. Yondagi zdaniyaga o'tdim. Yuqori qavat. Уже bilinib turibdi dizayn. Bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Hatto zinada ham kirish uchun to'siqlar qo'yilgan, kutubxonaga kirish uchun. Hozir kutubxonaga kirganim yo'q, chunki ruxsat yo'q. Hatto zinada ham xuddi shunday to'siqlar bor.
asosiy kirish oldida ham xuddi shunday, hatto zinalarda ham xuddi shunday. Judayam ajoyib. Mana bu yerda turibdi. Zinada ham borda. Zo'r. Markaziy kutubxona va bu yerdan yana boshqa bino gullanyapti. Ochiq terrasa. Bu yerda chekish mumkin emas ekan, lekin keyingisida chekish mumkin. Bu yerda chekish mumkin. Bu yerda mumkin emas. Ajoyib. Biz bo'lsa keyingi binoga qarab o'tib ketyapmiz. Mana. Chekish mumkin bu yerda. Bu yerda bo'lsa yo'q. Bu bino ichida ham xuddi shunday. Boshqa bir zdaniyaga yo'l ochiq. Bir-biriga gulanib ketgan. Bu yerdan zinadan pastdan chiqish mumkin. Bu yerda ham binolar bir-biriga ulanib ketgan. Hozir binolarning orasida yuribman. Juda ham ajoyib. Hozir adashmasam 4-binodan o'tyapman bir-birining orasidan. Hammasi bir-biriga ulangan. Mana yuqorida ham zina turibdi. Ajoyib. Har tomonda zinalar, kampuslar bir-biriga ulanib ketgan. Bu yerda ham zina, faqat qayerga olib boradi bilmadim. O'sha zinaning oxirida hech narsa ko'rinmayapti, eskirib ham ketgan. Bu yerda ham hech narsa yo'q mana, bittagina eshik bor. Bu yerda lekin hech narsa yo'q. Qarang. To'liq bir-biriga ulangan. Bu yerda ham kampusga o'tadigan yo'l turibdi. O'rtada. Ko'ryaptimi zina? Hozir menimcha oradan yursam, bu zinaning ichiga ham kirib ketsa bo'ladi. Ajoyib. Pastga tushib qo'ya qolaman. Pastga tushmasam qayerdaligimni yo'qotib qo'yaman. Pastga tushdim. Hozir bu yerda aralashib yurgandim. Zinalar yuqorisida. Bu yerda juda ham chiroyli joyni ko'rib qoldim. Bu yerga e'tibor bering. Uje fotosessiya qilishyapti. Rasmlarga tushib, lekin bu yerda juda ham chiroyli manzara bor. Kichkinagina fontan. Manzaraga gap yo'q. Nima balo yiqilib tushgan. Chiroyligina manzara. Boshqa tomonda yana bor ekan. O'zi fotografiya yo'nalishi menimcha anchagina mashhur bo'lsa kerak. Chunki e'tibor bering, hamma kamera ko'tarib yuribdi-da, rasmga olyapti. Menimcha bularni topshirig'i shunday. Ko'ryaptimi? Bu yerda ham tag'iz o'tiribdi-da, rasmga olyapti. Bular menimcha hozir darsda va darsdan shu narsa topshiriq qilib berilgan bo'lishi mumkin, katta ehtimol. Chunki hammaning qo'lida kamera, rasmga olib yuribdi. Lekin haqiqatda rasmga oladigan joylar ekanda. Bu yerdagi manzarani qarang. Lekin hammaning qo'lida kamera. Juda ham chiroyli. Mana, e'tibor bering rassomlarga. Rassom deyman. Rasmga olishyapti. Bu kichkinagina park ekanda, xullas. Faqat shu yo'laklar, suv, daraxtlar, chiroyli manzara hosil qilib turibdi. Hamma fotoapparat ko'targanlar. Bu yerda ham rasmga olishyapti. Menimcha rostdan ham bularda assignment bor. Hammada kamera. Rasmga olib yurishibdi. Darsdan chiqib kelgan talabalar bo'lishi kerak. Bu yerda ham qarang. Ko'ryaptimi? Hamma rasmga olyapti. Lekin manzara shunga yarasha ekanda, ancha yaxshi rasmlar chiqarsa bo'ladi bu yerda.
tabiatda. Bu yerda o'zi binoning ichiga kirmasdan shu binolar atrofida aylanib yursa bo'laver ekan. Manzarani qarang, juda ham boshqacha. Universitetni arxitekturasi ham juda ham ajoyib. Qarang. Shu yerdan pastga tushib ketish mumkin. Binolar bir-biriga juda ham zo'r ulangan ekanda, qarang. Bu yoqda bu kampusga kirib ketish uchun yo'l bor. Bu yoqda ham xuddi shunday yo'l bor. Aynan mana shu binoga o'tish uchun bir-biriga bog'langan. Ajoyib. Yana bir terrasa. Bu yoqda ham chekish mumkin emas ekan, lekin binoni orqa tomonidagi terrasada o'sha chekish mumkin ekan. Hozir bundan oldin bu yoqda pastda turib gapirayotgandim. Binoning ichiga kirdim. Dastlabki ikkita qavatda o'sha studentlar dars qilishyapti. Shunga videoga olmadim, to'g'ri terrasaga chiqdim. Xuddi shunday bu yoqda ham terrasalar bor. Lekin haqiqatda zo'r. Universitet anchagina zid joylashgan, binolar bir-biriga yaqin va hammasi deyarli bir-biriga ulangan. Bu yoqda ham e'tibor beramiz. Hozir bu boshqa zdaniya. Bu yoqda yana xuddi shunday boshqa, bu ham boshqa. Hammasi bir-biridan alohida zdaniyalar, lekin bir-biriga yo'l bor. Zo'r. Haykallarga alohida urg'u berilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu zdaniya menga juda ham qiziq tuyulyapti, chunki qolganlardan ko'ra anchagina baland. Bu yerga ham hozir chiqib ko'ramiz. Qarang, xuddi shunday boshqa zdaniyaga kirib ketish mumkin. Va bunaqasi o'sha zina turibdi. Pastga tushib ketish yoki yana boshqa zdaniyaga kirib ketish mumkin, to'g'ridagi zdaniyaga. Lekin juda ham ajoyib. Men bo'lsam mana shu yerga kirishga yo'l qidirib ko'raman. Yana bitta kampus ichidan chiqdim. Bu Social Science, adashmasam. Menimcha shunday binolar ichidan o'tib oxirigacha keldim deb o'ylayman. Bu yoqda bitta bino bor, shu bilan u yog'i mahallaga ulanib ketgan. Bu yoqda juda ham chiroyli bitta bino ko'rinyapti. Nimaligini bila olmayapman. Lekin juda ham chiroyli. Bu yoqda ham terrasalar. Yuqorida terrasaga yo'l bor ekan, juda ham chiroyli ko'rinyapti. Yo'l bor ekan. Chiqib ko'raman. Bu yoqni aytyapman. Bu yog'i hozir kirib ko'rmoqchi bo'lgan yuqori zdaniya. Mana shu yerga kirib ko'ramiz. Pastda maydoncha bor ekan. O'sha studentlar shug'ullanishyapti. Bu yoqda kafe Dutch. Zo'r. Men mana shu yerni aytdim. Ajoyib. Bu yoqda yuqoriga ham yo'l bor ekan. Qanaqadir tog' tizmasi bo'lishi kerak. Lekin kichkina kartadan ko'rganimda 100 nechadir metr ko'rsatdi. Juda ham kichkina. Wow. Yuqoridan manzara. Bu joy faqat shu manzarani ko'rish uchun qilingan. Chunki boshqa narsa yo'qda, tagida ham hech qanday bino yo'q. Shunchaki o'sha chiroyli dizayn uchun qilingan. Terrasa. Gap yo'q.
bo'lmasam mana shu binoga kirib ko'raman. Katta binoga o'tib ketayotib, bitta binodan o'tyapman. Binoni orqa tomondan kirganim uchun qaysi binoga kirdim bilmadim, lekin bu yerda ochiq xona bor ekan. Qaniydir kulolchilikka o'xshayapti. Chunki bu yerda kosalarni qo'yib qo'yishgan, stollar ham shunga moslangan. Katta. Ajoyib. Xuddi shunday rassomchilikka o'xshash nimadir bo'lishi kerak. Hozirgi chiqqan binoyim mana shu bino edi. Va boyagi playgroundlar bu yerda joylashgan. Va bu yerda juda ham boshqacha dizayn ko'rinyapti. Shu yerga tushib ko'ramiz, to'g'roq chiqib ko'ramiz. Pastda ham juda ham boshqacha zdanelar bor. Qanday kreativniy rumlar bo'lishi kerak bu yoqlar. Kafe, bo'lsa ham kafe. Xuddi shunday, agar bu yoqdan kirish iloji bo'lsa, shu yerdan kirib ko'ramiz. Bu o'sha boyagi baland zdaniya. Bu yoqga kirmoqchi bo'ldim, yopiq ekan. Qanaydir bu yoqdan ikkinchi etajga chiqdim va bu yoq qanaydir tadbirlar uchun zalimi bilmayman, lekin yopiq. Mana shu zdaniya yo'lning oxirigacha umumiy bitta xona, qanaydir tadbirlar uchun zalga o'xshadi, lekin yopiq. Zdaniyaning shunday tagidaman. Bu yoqda turli kreativniy zonalar dars qilish uchun mart bor, har xil kafelar. Pastda ham xuddi shunday dars qilish uchun zonalar joylashgan. Mana pastda ham xuddi shunday. Bu yoq ham xuddi shunday. Ko'chaga ulanib ketyapti. Bake shop, kitoblar, bu yog'i o'sha ko'cha. Bu yoqda bir narsaga e'tibor beringlar. Hozir biz deyarli kampus oxiridamiz. Bu karta. Bu yoqdan kirgandik. Bir asosiy kirish joyidan kirdik. Bunaqasi binolardan o'tib keldik. Xullas, oxiri shu yerdamiz. Mana arxitekturasi boshqacha zdaniya. Yuqorida shu. Buni ustida mana 25-chi zdaniya turibdi-yu. Eng baland zdaniya. Kirmoqchi bo'ldim, mana shu yer yotoqxona ekan. Pastda 25, dormitory 2. Ajoyib. Bu yoqda 36, dormitory 3, yangi qurilgan yotoqxona. 36. Shunaqa katta zdaniya yotoqxona ekan. Orqaroq o'tib ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yoqdan to'sib turibdi. Bu yoqdan ko'ramiz. Xullas, mana shu zdaniya yotoqxona va bu anchagina baland. Yuqorisi ko'rinyaptimi? Mana shu zdaniya yotoqxona ekan. Gap yo'q. O'shaning uchun ham ayarli yopiq turibdi-da. Lekin zo'r. Anchagina baland. Shu yerda videoni yakunlasak bo'ladi. Bugungi sayohatimiz juda ham qisqa bo'ldi. Chunki universitet ham kichik, har bitta kampusga kirib o'tirganimiz yo'q, chunki universitetning tabiati juda ham chiroyli ekan. Asosan kampus atrofini ko'rish kerak ekan. Juda ham zo'r. Albatta kelishingiz kerak bu universitetga va bu yerga kelsangiz, Hongik universitetining atrofida Hongdae Street, ya'ni universitet ko'chalari joylashgan. Bu yo'lga ham albatta o'tib ko'rishingiz kerak, chunki universitetning kuchi aynan shu ko'chalarda bilinadi, ya'ni arxitekturasi, turli dizaynlari, umuman devorlarga chizilgan har xil dizaynlarni ham ko'rish mumkin. Albatta ko'chaga ham o'tib ko'rishingiz kerak. Universitetda o'zi alohida tema.
Shunday qilib bugungi sayohatimizni yakunlasak bo'ladi. O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, universitet haqida, aynan shu universitet haqida yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.